Qıpqızıl yalğançılıq. Avtori Bill Gates. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi. 13-bob dengizdagi urush portlash nuqtasi va Xitoyning marvoyit zanjiri kengaymichiligi. 1-qism. Xitoy Spratly orollarida qilayotgan aloqador qurilishlar hech qanday davlatga qartilmagan va hech kimga ta'sir ko'rsatmaydi. Shundaqla Xitoyning u yerni harbiylashtirish g'arzi yo'q. Xi Jinping 2015-yil. 2018-yil 4-oyda Beijing Xitoy ozodlik armiyasining o'z tuproqining sirtida harbiy kuchini joriy qildirish iqtidorini kuchaytiradigan, boshqariladigan bomba va elektronlik kashili to'g'dirgichga o'xshash ilg'or harbiy sistemalarni o'rinlashtirib, Janubiy Xitoy dengizidagi orollarni harbiylashtirishni davomlashtirdi. Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Admiral Philip Davidson 2019-yil. 30 yildan ko'proq vaqtdan buyon Amerika rahbarlari Xitoyning erkin va demokratik Tayvan orolini besivlashdan iborat uzun muddatlik strategiyalik nishonining faqat Xitoyning avval rayon, ya'ni Osiyoga, andin dunyoga xo'ja bo'lishdagi texmi cho'ng planining bir qismi ekanligini anqirolmay keldi. 1979-yili Amerika diplomatiya jihatda Taybey, ya'ni Tayvanning poytaxti, hokimiyatini qonunliq Xitoy davlati deb tanishdan Beijing hukumatini Xitoy davlati deb tanishga o'zgargandan keyin demokratik tuzumdagi bu orol izchil Amerikaning yordami ostida gullanib keldi. Ayni chaqda Amerika Davlat Majlisi bir ittifoqdoshi, ya'ni Tayvanni bu shaklda talto'kis tashlavatmaslik uchun Tayvan munosabatlar qonunini ma'qullagan edi. Mazkur qonunga ko'ra, Amerikaning Tayvanni cho'ng quruqliqning hujumidan qo'g'dash va Tayvan hukumatini qurol-yarog' bilan ta'minlash majburiyati bor. 2000-yili Xitoy tahdidi degan kitobda qayd qilingandek, necha 10 yildan buyon izchil Amerika bilan Xitoy orasidagi urush portlashiga sabab bo'ladigan asosliq omil deb qarilib kelgan Tayvan hali ham xatarlik urush portlash nuqtasidir. Orolning cho'ng quruqliqqa majburiy qo'shib etilishi hali ham real ham barg'ansir kuchayotgan xavfdir. Shuningdek, Xitoy bilan Amerika orasida urush portlashiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan yangi nuqtalar paydo bo'ldi. Ularning ichida Janubiy Xitoy dengizi bor. 2008-yildan 2016-yilgacha bo'lgan Obama hukumati mezgilida Kommunist Xitoy butun Janubiy Xitoy dengizini changilga kirgizishni maqsad qilgan yoshurun planini ijro qildi. Halbuki 1,400,000 kvadrat mil suv doirasiga ega, necha o'nlagan kichik oroli bor Janubiy Xitoy dengizi asosliq xalqaroliq dengiz liniyasi va strategiyalik suv yo'li bo'lib, har yili $5 trillion qimmatidagi narsalar mushu yer orqali to'shiladi. Tarixdan buyon hech bir davlat asrlardan buyon ochiq dengiz deb qarilib kelgan butun dengiz rayonini kontrol qilishga urinib boqqan emas. Prezident Trumpning tunji davlat mudofaa ministri, dengiz armiyasining quruqliqda urush qilish qismining sobiq generali James Mattis 2018-yili Xitoyga qilgan ziyarati jarayonida o'zining Janubiy Xitoy dengizidagi jiddiychiliklarni qanchalik xatarlik deb qaraydiganligini o'ttirib qo'ydi.
Yeniği bir qancha muxbirni billa ilib algan minister taratqular bilan bo'lgan az sondagi bir qancha qitimliq uchrashishda o'zining bu haqdagi ko'z qarashlarini sharhlab o'tdi. Iroq va Afg'oniston urushlariga qatnashgan, gapni udulli davirdigan bu peshqadam harbiy Beyjingga yetib berishdan ilgari Beyjingdagi yig'inlarda qandaq metod qo'llanasiz, Xitoy bilan qandaq muomala qilasiz degandek savollarga aniq javob bermadi. Ahvol tunishtirish yig'ini Amerika havo armiyasining g'oyat zo'r I-4 tipliq yadro qo'mondonlik aeroplanining bir kichik bo'limchisida ochildi. Bu aeroplan Boeing 747 tipliq reaktiv aeroplanning harbiylashtirilgan nusxasi bo'lib, aeroplanning iç divarlarga elektronlik urush hujumidan saqlanish uchun qo'g'ishun yaltilgan edi. Mencha ikki davlat, ya'ni Amerika va Xitoy orasidagi masalalarni hal qilish uchun oldi bilan ochiq oshkora strategiyalik dialoglar ilib berilishi kerak. Xitoy biz bilan bo'lgan munosabatga qanday qaraydi? Xitoy bu munosabatni taraqqiy qilyotidi deb qaraydi. Bizmo bu qarashga qo'shilamiz. Ammo kishining beshini qatirdigan yana bir masalani hal qilishning usuli, harakatdagi oshkorlikni ro'yobga chiqarish uchun ishni avval strategiyalik ochiq oshkorlik bilan boshlashdir. Mening demoqchi bo'lganlarim mushular, dedi Mattis. Ochiq oshkorlik Amerika bilan Xitoyning bargan siri yeriklashayotgan harbiy munosabatini pardozlab ko'rsatishga urinib kelgan hukumat amaldorlar orasida hali ham moda bo'layotgan so'zdir. Bu so'z 1990-yillari Amerika Xitoy ozodlik armiyasi bilan dialoglashish va o'zaro harbiy ziyorat qilish haqidagi katta planni boshlagandan buyon Xitoy ozodlik armiyasining yanada o'zgarmagan o'chmanligi va harakatlardagi maxfiyligini sifatlashda ishlatilib kelgan. Amerikaning mazkur plani rasmiy yig'in va dialoglar ikki davlat armiyasi orasida ishonch barpo qilishdagi muhim metoddir degan gumonliq nuqtai nazarni asos qilgan. Lekin bu xil faraz xato edi. Xitoy Kompartiyasining rahbarligidagi Xitoy ozodlik armiyasi Amerika armiyasiga mangu ishonmaydi. Bu plan xato tushuncha ustiga tuzilgan bo'lg'achqa ikki armiya orasida hech qanday ishonch barpo qila olmadi. Xitoy ozodlik armiyasi Amerika armiyasiga o'xshash davlatning armiyasi emas, partiyaning armiyasi bo'lg'achqa ikki armiya orasida mahiyatlik farq bor edi. Xitoy ozodlik armiyasi Amerika Xitoy Xalq Cumhuriyetini mag'lub qilish suiqasdini planlagan jahongir dushman. Shunga barliq zarur vositalardan foydalanib, uni mag'lub qilish kerak degan ideologiyaning yetakchiligida harakat qiladi. Uning rahbarlarimo mushu xil ideya bo'yicha tarbiyalangan. Xitoy bilan bo'lgan harbiy barda keldilar, faqatla tog' tarafli bo'lib qoldi. Xitoylarga nisbatan bu xil barda keldilar, texmi yaxshi munosabat o'rnatish degan nomda o'zlarining nazaridagi hamoqat Amerika harbiy qo'mondonlarining ko'zini bo'yab, qimmatlik urush istixbarotlariga erishishning ko'p yilga so'ziladigan fursati edi. Buning dalili sifatida 1990-yillari Xitoy ozodlik armiyasining Amerikaga ziyoratga kelgan bir ofitseri Amerikaning ma'lum bir aviamatkasini ekskursiya qilish jarayonida Amerika dengiz armiyasining ofitseridan bu aviamatkaning eng ojiz nuqtasi qaysi deb so'ragan. Heliqi ofitsermo hamoqatlarcha har qanday aviamatkaning osti tarpi nihoyatda ojiz bo'ladi. Buning ichida eng ojiz joyi bomba va o'q dorilar o'rinlashtirilgan bo'limchining atrofidir
deb javob bergan. Bardı keldi qilish boshlanib bir qancha yildan keyin Amerika istixborot doiralari Xitoy ozodlik armiyasining Rossiyadan 53 tiplik ilg'or quyruq iqim, ya'ni bu torpedaga yo'l boshlashda ishlatiladigan bir xil texnika, torpedasi setib olganligini bayqagan. Shundaqla bu xil torpedaning qarshi tadbirlardan saqlanalaydigan va avtomatning quyruq qismidagi qurol yaroq bo'limchisining ostida portlaydigan qilib loyihalanganligini mo'ljallagan. 2012 yilga kelganda Xitoy ta'tir yo'nalishlik tadqiqot, ya'ni boshqalarning tayyor mahsulotini chuvib, uning yasalish prinsipini egallash usuli orqali o'zining yerlik quyruq iqim torpedasini yasab chiqqan. Bu torpedaning yasab chiqilishi Xitoyning ashu qitimliq harbiy ziyorat jarayonida avtomatning ojiz nuqtasini bilib olganligiga munosabatli deb qaralmoqda. Davlat Majlisi bu ishdan qattiq cho'chigan va 2000-yili qonun ma'qullab, nomuvofiq uchurlarning oshkorlanib ketishi sababli davlat bexatarlik tahdidi shakllantiradigan aloqalarni cheklash orqali Xitoy bilan bo'lgan harbiy bardi keldiga chek qo'ygan. O'z tuprog'ining sirtida harbiy kuchini joriy qildirish harakatlari, yadro harakatlari, ilg'or birlashma qurollar va birlashma jang harakatlari, ilg'or orqa saf harakatlari, keng ko'lamlik qirg'in qilish kuchiga ega qurol texnikalari, nazorat va razvedka qilish harakatlari, birlashma jang qilish, harbiy olam qatnash texnikalari, qurol yaroq setish va texnika o'tkazib berish, maxfiy sonliq ma'lumotlar, 5 burjaklik binoning tajribaxonalariga kirish ijozati degandek sohalar cheklangan soha qilib bekitilgan. Bu belgilamalarga majburiy holda bo'ysunilgan. Shundaqla Xitoy ozodlik armiyasining ziyoratchilari pat-patla bu xil cheklamalarning ikki davlat orasida texmo zich harbiy munosabat o'rnatishga to'sqinlik qiladiganligi haqida voysab turgan. Mattisning 2018-yili Xitoyga qilgan ziyoratimi harbiylar aro ziyorat degan programmaning eng yangi bir qatimliqidir. Men ularning strategiyalik munosabatning taraqqiyotiga qanday qaraydiganligini bilib baxmoqchi. Shundaqla hammadan avval ularning o'z og'zidan bu xil taraqqiyotga strategiya nuqtasidan qanday qaraydiganligini anglab baxmoqchi. Men ulardan nurg'un so'zlarni anglab beqishni o'ylayman. Men bizning taraqqiyot haqidagi ko'z qarashimizni nihoyat aniq o'tirib qo'yman. Lekin bu mening Washingtonda xabarlarni, istixborot dokladlarini yoki tahlil dokladlarini o'qib o'tiraverishning o'rniga bu qitimliq safarga chiqishimdagi birdan bir sababdir degan edi Mattis Xitoyga mangan yo'l ustida. U Xitoyga yetib borgan aman Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping, Davlat mudofaa ministri Wei Fenghe va Xitoy Markaziy harbiy komitetining muavin raisi Xu Qiliang qatorliq Xitoy rahbarlariga o'z maqsadini to'limi aniq uqtirgan. Yig'in boshlanganda Xu Qiliang kulimsirganicha Mattisga ikkimizning yaxshi do'stlardan bo'lalaydiganligimizga ishonaman degan. Mattisning bu vaqtdagi ko'z qarashi boshqacha edi. U Xitoydagi ikkinchi kuchlik huquqdor Shi Qiliangga Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabatning nachar bo'lishidagi sabablardan birining Janubiy Xitoy dengizidagi ahvollar ekanligini, Xitoyning talash tartish qilinayotgan Spratli va Parasil taqim orollardagi ko'lami 3200 gektardan oshadigan orollarni egilib olganligini, shundaqla 2017-yilga kelganda bu orollarga harbiy qurol yaroq va qo'shin o'rinlashtirishga
башлағанлығыны отырып қойған. Buningdan sırt Xitoyning mücmal tarixiy faktlarni asos qilibla Janubiy Xitoy dengizining 90%ni o'zining davilishi Amerika bilan Xitoyning bir qancha qitim dengizda qurolliq to'qinishib qilishiga sabab bo'lg'ili qil qolgan edi. Obama hukumatining bir qancha yilgacha Janubiy Xitoy dengizining ichidagi yoki bu dengizdan o'tadigan manever degandek har qandaq erkin harakatni to'xtatishni o'z ichiga olgan. Xitoy bilan bo'lgan munosabatni buzib qo'yishi mumkin bo'lgan har qandaq harakatdan saqlanish siyosati amdi Trump hukumati mezgilda oyoqlashgan edi. Janubiy Xitoy dengizidagi harakatlar talash tartish qilinayotgan orollarning atrofiga urush parxodlarini yoki chorlig'uchi aeroplanlarni avatishni o'z ichiga oladi. Bundaq hollarda Xitoyning urush parxodlari Amerikaning boshqariladigan bomba saplangan qo'g'lig'uchi parxodlari yoki qo'g'dig'uchi parxodlarni Xitoyning igidorlik huquqiga daxli taruz qilayotganligi haqida ogohlantiradi va darhol bu rayondan ayrilishni talab qiladi. Amerika urush parxodlariga bo'lsa, yurishni asli plandagidek tamomlash haqida qat'iy buyruq tushiriladi. Ba'zida ular bilib-bilmay talash tartish qilinayotgan orollarga yaqin joylardan o'tibmi qoladi. Yana ba'zida Amerika parxodlari orollarning atrofidagi 12 millik cheklangan rayonga kirib boqadi. Janubiy Xitoy dengizidagi jiddiyatchilik 2018 yil 9 oyning 30 kuni intayin xatarli holda avjiga chiqdi. Ayni chog'da Xitoy ozodlik armiyasining Luoyang darajalik qo'g'lig'uchi parxodi Spratli orlig'i yaqin joyda Amerikaning boshqariladigan bomba saplangan Decatur nomli qo'g'lig'uchi parxodini so'qivatgili tasli qolgan edi. Xitoyning urush parxodi Decatur nomli qo'g'lig'uchi parxodga 45 yard, ya'ni taxminan 41 metr dimmi qisqa orliq qog'och yaqinlashgan va uni ajallik so'qilishdan saqlanish uchun jiddiy yo'nalish o'zgartishga majburlagan. Agar bu ikki parxod so'qishib ketgan bo'lsa, uning ikki davlat orasidagi dengiz va havo armiyasi to'qinishiga aylanib ketishi mumkin edi. Xitoyning Luoyang darajalik qo'g'lig'uchi parxodidagilar Decatur nomli qo'g'lig'uchi parxodga yaqinlashgach, o'z parxodining yon taraflariga silkinishdan saqlanish to'siqlarini o'rnatgan. Xitoyning shu qatimliq qutratqi qilmishi haqidagi andisini o'ttirg'a qo'ygan Amerikaning ma'lum bir davlat mudofaa amaldori, agar ular bizning parxodimizni so'qishga rasmiy tayyorlanmagan bo'lsa, silkinishdan saqlanish to'siqlarini o'rnatib yurmagan bo'ladi, dedi. Shu ish yuz berib bir qancha kundan keyin Aqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton Xitoyni qattiq ogohlantirib, Amerika dengiz armiyasining qo'mondonlari bu xil qutratqiliklarga qarta zarur tepilgan har qanday tadbirni qo'llanishga huquqliq. Biz Amerika askarlariga qilingan har qanday tahdidga qarab tura olmaymiz. Bizning xalqaro dengiz liniyasining ravonligiga kapolatlik qilish irodamiz har vaqt qat'iydir. Xitoy buni cho'qim to'nib yetishi kerak. Ularning zaruriyatsiz qutratqilik qilib kelganiga yilimi bak uzun vaqtlar bo'ldi, dedi. Shuningdan 3 oy burun Mattis Beijingdagi Xitoy davlat mudofaa ministrligining yig'in zalida Shu Chiliangning udilida o'ltirib, Janubiy Xitoy dengizidagi talash tartishlarning to'limi ig'irligini aniq o'ttirg'a qo'ygan edi. Mattis Shu Chiliangga va shuningdan avval Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe'ga Amerika bilan Xitoy, ya'ni Janubiy Xitoy dengizidagi suv yo'lining egilik huquqi jihatda ixtilofi borligini tushuntirib, Amerika
bu dengizni erkin echirtilgan xalqaro dengiz deb qaraydi. Yana bir tarafdan Xitoy bu yerni o'zining dengiz okean territoriyasi deb qaraydi. Biz bu ishni ikki qatim dunyo urush qo'zg'agan Yevropaliklarga o'xshash urush orqali bir taraf qilishni xohlamaymiz degan. Bu uchur nozik, ammo aniq edi. Bu agar ikki taraf Janubiy Xitoy dengizi masalasida muayyan kelishim hosil qila olmasa, kelgusida dunyoviy urush yuz berish ehtimolligini nazardan saqit qilg'ili bo'lmaydi deganlik edi. Mattisning bu xil udul askartishi Xitoylarning quliqiga yoqmagan. Albatta, Xi Jinpingning Amerikaga bo'lgan o'ktam maydoni uning Mattis bilan ko'rishganligi to'g'risidagi xabarda aniq ifodalangan. Bu xabarga ko'ra, Xi Jinping intayin keskin ahangda Xitoyning bir g'irich ziminingmi qo'ldan ketishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlagan. Mattisning Beijingdagi ziyorati oyoqlashadiganga yana bir kun qolgan ahvolda deyilgan bu so'zlar Osiyo ishlarida emas, O'rta Sharq ishlarida mutaxassis bo'lgan ushbu davlat mudofaa ministerining yuziga urilgan shapaloq edi. Mattis Xi Jinpingning bu oshkor haqoratiga inkos qaytarmagan. Shunisi aniqki, Mattisning Janubiy Xitoy dengizidan boshlanadigan 3-chi dunyo urushi to'g'risidagi so'zlari Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Ozodlik armiyasi rahbarlarining tishlarini g'uchiriltib o'tgan. Shuningdan necha oy keyin Mattis Xitoyning, ya'ni Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy o'rinlashtirmalarining ostilmaganligini oshkorildi. Bu Beijingdagi muzokaralarning, ya'ni Xitoy tarafidan nazardan saqit qilinganligining ifodasi edi. Biz Janubiy Xitoy dengizining sijil harbiylashtirishiga hali ham yaqindan ko'ngil bo'lyapmiz, dedi Mattis Vyetnamga qilgan safarda. Amerikaning bu ishdan, ya'ni Janubiy Xitoy dengizining harbiylashtirishidan g'azablanishi va tashvishlanishining sababi shuki, Xi Jinping 2015-yil 9-oyda Prezident Obamaga Janubiy Xitoy dengizidagi yangidan ochilgan orollarning harbiylashtirilmaydiganligi haqida va'da bergan edi. Natijada bu qip-qizil yolg'onchilik bo'lib chiqdi. 2017-yilga kelganda Xitoy Ozodlik armiyasi talash tortish ostidagi Spratly taqim orollarining ichidagi kam deganda 2 orolga uchish, qo'nish yo'li yasadi. Uzunligi 8800 fut, ya'ni taxminan 2680 metrdan oshadigan bu yo'llar orqali zo'r ko'lamda qo'shin yetkazili va harbiy yuk aeroplanlarini qo'ndirib uchirishga bo'ladi. Harbiylashtirish yana Ferry Cross, Subi va Mischief xatti tashlaridan iborat 3 o'rindagi kurashchi aeroplanlar uchun yasalgan 24 aeroplan iskalati, muqim qurollar nuqtalari, gazarma, ma'muriy bino va aloqa asliyalari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Zambira qatorliq muqim qurollarning o'rinlashtirilishi kishini texmi tashvishga soladi. Sun'iy hamroh suratlarda ko'rsatilishicha, bu orollardagi harbiylashtirilgan nuqtalarga qisqa musofirlik dengiz armiyasi zambiraklar o'rnatilgan. Halbuki istixborot tahlillari yana bu zambiraklar o'rnatilgan zambirak jihozlarga qirg'in qilish kuchi texmi yuqori va texmi uzoq musofirlik parxutga qarshi boshqarilgan bombalarni o'rnatqili bo'ladiganligini ko'rsatmoqda. Demisimi, naq ashundaq ish yuz berdi. 2018-yili 6-oyda Mattis Beijingga ziyoratga berishdan azroq ilgari
Janubiy Xitoy dengizidagi harbiylashtirilgan joylardagi yangi qurollarning parxodga qarshi ilg'or boshqariladigan bomba, ilg'or havo mudofaasi boshqariladigan bombasi va elektronlik urush uskunlarini o'z ichiga oladiganligi haqidagi xabarlar Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining amaldorlari orasida taralgan. Shundaqla ular bu xabarni menga aytib bergan edi. Xitoy Janubiy Xitoy dengiziga o'rinlashtirgan eng kuchli yer qurollar sistemasi ularning boshqariladigan bomba sistemasidir, dedi Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bir amaldori menga. Bularning etish musofasi 340 mil, ya'ni taxminan 547 kilometrga yetadigan YG-O2 tipliq parxodga qarshi charlig'uchi boshqariladigan bomba ekanligi jazmlashtirildi. Mazkur parxodga qarshi boshqariladigan bomba Janubiy Xitoy dengizining shimolidagi Parasil taqim orollaridagi Wudi orlig'i va dengizning janubidagi Fairy Cross, Subi va Mischief hada tashlari qatorliq joylarga o'rinlashtirilgan. Bu boshqariladigan bombalar Janubiy Xitoy dengizining 90% rayonida safar qiladigan Amerika va uning ittifoqdoshlarining urush parxodlarini tahdidga uchratdi. Shuningdan keyin 5 burchakli bino yuqoridagi o'rinlarga yana etish musofasi 184 mil, taxminan 296 kilometrga yetadigan HQ-9A, HQ-9B tipliq uzoq musofaliq yerdan havoga qartilgan boshqariladigan bombalarning o'rinlashtirilganligini oshkorildi. HQ-9 tipliq bu boshqariladigan bombalar aeroplan, odamsiz uchqu va charlig'uchi boshqariladigan bombalarni etib tushiralaydi. Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Admiral Philip Davidson 2019 yilning 5-ida bu boshqariladigan bombalar to'g'risida to'xtalib, aeroplanga qarshi boshqariladigan bombalarning ham Amerikaning Janubiy Xitoy dengiz rayonini qarallik charlaydigan harbiy aeroplanlarga ham shu rayondan uchib o'tadigan yo'lovchilar aeroplanlariga nisbatan xatarlik tahdid shakllantiradiganligi haqida alohida ogohlantirish bergan. U bu haqda mundaq degan: bu aloqaning ravonligiga, neftga, tijoratga, iqtisodiy vositalarga munosabatlik masala. Bu Singapurdan boshlangan Janubiy Xitoy dengizining cho'nqur joylarga o'rinlashtirilgan simlarga tayinadigan tor aloqasiga, shundaqla dunyodagi barliq cho'ng davlatlar orasidagi erkin puhraviy sayohatga chetiladigan masala. Agar siz Singapurdan San Fransiskoga, Sidneydan Seulga, Maniladan Tokioga uchmoqchi bo'lsangiz, cho'qim Janubiy Xitoy dengizidan o'tishingizga to'g'ri keladi. Shundaqla har qatim mushundaq ish yuz berganda, aeroplan Xitoy mening davolgan Janubiy Xitoy dengizidan o'tganda, yerdan havoga qartilgan boshqarilgan bomba qo'yib berilishga tayyor turgan bo'ladi. Yana bir Xitoy askari har kuni o'sha aeroplanlarning uchib o'tsa bo'ladigan, bo'lmaydiganligini bekitadi. Mencha bu xalqaroliq bexatarlikka nisbatan to'lima xatarlik. Shundaqla Xitoyning bundaq bir ishni qilishning oqibati intayin qabohatlik bo'ladi. Davlat sekretari Mike Pompeo tunji qatim Amerikaning 1951 yildagi Amerika Filippin o'zaro qo'g'dash kelishimini Janubiy Xitoy dengiziga tatbiqlaydiganligini jakarlab, Xitoyga bo'lgan besimni kuchaytdi. Agar Xitoy Spratli oroli to'g'risida Filippin bilan bo'lgan talash tortish sababli Filippinga hujum qilsa, Amerika buningga qurolliq inkas qaytardi.
Janubiy Xitoy dengizi Tinch okeanning bir qismi bo'lganligi uchun Janubiy Xitoy dengizida Filippin armiyasiga, aeroplanlarga yoki davlat paraxodlariga qilingan har qanday qurolliq hujum bizning o'zaro qo'g'dash kelishimimizning 4-moddasidagi o'zaro qo'g'dinish majburiyatimizni ijro qilishimizga sabab bo'ladi, dedi Pompeo. Bu bayonot Xitoy 2012-yili urush paraxodlarini avatib, Filippindan Scarborough orolini tortib olganda Obama hukumatining Xitoyga qaratgan tinchlantirish, ya'ni xo'shamad qilish maydoni bilan ro'shan selishtirma hosil qildi. Filippinning shu chog'dagi prezidenti Benigno Aquino Washingtondan o'zaro qo'g'dash kelishimini ijro qilib, Filippinning mazkur orolni qaytarib olishiga yordam qilishni talab qilgan. Ammo Obama buni rad qilgan edi. Xitoyning harbiy ishlarga aloqador istixborotlardan xabardor bir amerikalikning aytishicha, Xitoy rahbari Xi Jinping Mats bilan ko'rishish haqidagi planini 3 qatim o'zgartgan. Xi Jinping Xitoyning oliy rahbari va Markaziy harbiy komitetining raisi bo'lish sifati bilan Xitoyning barliq harbiy istixborot tarmoqlarini tizginlab turdi. O'tmishda Xitoy ozodlik armiyasining 2-chi boshqarmasi, harbiy istixborot tarmoqi bilan 3-chi boshqarmasi, ya'ni tor urushi tarmoqi ayrim edi. Xitoy rahbarlari bu ikki tarmoq birlashtirib etilgan taqdirda Xitoy Kompartiyasining rahbarlarining maxfiyatliklarini o'z ichiga olgan barliq maxfiyatliklardan xabardor bo'lib, huquqning ziyoda zo'rayib ketishidan ansiraydi. Lekin Xi Jinpingning hokimiyati ostida 2-chi boshqarma bilan 3-chi boshqarma yangi strategiyalik yordam qismi qilib qo'shib o'tildi. Halbuki bu qism yanala Xi Jinpingning qattiq kontrolligida. Xi Jinping mazkur istixborot apparatidan foydalanib, Xitoy ozodlik armiyasining eng yuqori darajalik rahbarlarini o'z ichiga olgan necha 10 nafar generalini ko'zdan yo'qotdi. Bu xil tozalash harakatlari partiyaning rahbarligidagi bu qo'shinni barg'ansiri muqimsizlashtirdi. Shundaqla Xitoy ozodlik armiyasining ichki qismidagi norozilikqa rayon Osiyodagi harbiy ziddiyatning kaskinlashishining qo'shilishi Amerika uchun hali ham bir muqimsizlik manbasidir. Mazkur uchur manbasining oshkorlashicha, Xitoy Markaziy harbiy komitetining muavin raisi Xu Qiliang Amerikaga chish tirnoqigacha o'tishgan. Xu Qiliangning maydoni Xitoy ozodlik armiyasi generallarining tipik maydoniga vakillik qiladigan bo'lib, ular Amerikani asosliq dushman deb qaraydigan, ammo Matsesga o'xshash kishilar bilan ko'rishganda bu xil o'chmanligini yoshirdigan qilib tarbiyalangan. Xitoy ozodlik armiyasining ma'lum bir generalining Los Anjelesda universitetda o'qiydigan qizi Amerikalik yigit tarafidan tashlab etilgan va zaxmlantirilgandan keyin Xu Qiliangning Amerikaga bo'lgan nafrati texmi kuchayib ketgan. Xu Qiliangning Amerikaga bo'lgan o'chmanligini odatiyatgan yana bir ish shuki, u prezident George W. Bushning mezgilida Amerikaga ziyoratga kelganda Amerika armiyasining bir qancha nafar yuqori darajalik amaldorining muomalasidan o'zini haqoratlangandek his qilgan. Xu Qiliang o'zining Amerikaga bo'lgan o'chmanligi sababli aslida Amerikada yashayotgan oila tavobatlarini Avstraliyaga, Hong Kongga va Angliyaga ko'chirib aketgan. Davomi bor. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 13-sonidan ilindi. İnglizcedən tərcüm qilguvchilar Hikmatyor Ibrohim, Anvar Qarqurum.